Mana shu kladovkada men yashaganman. Erim bilan ajrashmaslik uchun mana masjidlarda Mamatga joy solardik, shu yerda yashirdi. Qarochi aytmoqchi bo'lganim, baxtli bo'lish o'ylagan inson hech narsaga qaramasdan sevgan insonini deydi. Bu o'zimdan nimadir yasab, kimlargadir o'zimni ustun qilib ko'rsatish niyatim yo'q. Prosta sabrni har qanaqangi ko'rinishi baxt olib keladi. Tim bo'lib bekinib yashaganman bu yerda. Mana bitta eshikni ichkaridan quflab olardim. Vot, arqonlar ham turibdi, shotlarda tepa. Shunaqa gaplar. Baxtni xohlagan inson bir kun katta natijalarga ham erishadi. O'shaning uchun shukronalikda gap katta deyman. Mana hozir bo'lsa, alhamdulillah 3 xonali uyda mazza qilib yashayapman. Bu meni qizli uyim.